huquqimni talab qilganimga qaynonam meni urdilar. O'sha allergiya bo'lib qolaman shunaqa neadekvatniy qaynanalardan. Lichkamda shunaqa ko'p kelinlar yozadi. Qaynanam urdi, qaynanam qo'l ko'tardi, qaynanam o'qildi, qaynanam so'kdi debdi. O'rgilib ketay. Ayrim qaynonalar ertak qarib, churib, kelininglar suv tomizishini kutasizlar-yu. Ertak kelinlar bizga qaraganda deysizlar-ku. Mashila shu narsani unutmaydi. Siz qo'l ko'targaningizni, so'kkaningizni, urishganingizni siz unutasiz, bu unutmaydi. Bu bolalariga ham aytib beradi. Sani buving mana shunaqa bo'lgan, menga qo'l ko'targan, meni so'kkan deb. Ertak qaraganingizda ham bor-ku, Xudo ko'rsatmasin, pashatalar yotsa ham qaramaydi. Menga qo'l ko'taruvding-ku, qo'llaring sog'lom paytda. Endi qaltirayotganda men senga suv beraymi deydi. Ekkaninglarni o'rasizlar, bu sizlarni bolanglar emas, bu kelininglar, uyinglarga kelgan mehmon, shirin so'z bilan, shirin zabon bilan borib, ilonningdan chiqarsa bo'ladi. Murosa qilinglar, iltimos, urmanglar birovni bolasini.